Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Ushbu videoda STEM fanlar olimpiadasining agentlik bosqichi 9-sinf test savollarini ko'rib chiqamiz. Birinchi savolda do'lana tikani, maymunjon tikani, burgutning qanoti, zirhning tikani, oq akatsiyaning tikani qaysi organlarning o'zgarishdan hosil bo'lganligini topishimiz kerak ekan. Demak, do'lananing tikani bu novdan o'zgarishdan hosil bo'lgan. Demak, bargni o'zgarishini chiqarib yuboramiz. Xo'p, ana endi maymunjonning tikani bu novda shakl o'zgarishdan hosil bo'lgan. Maymunjonning tikani ham demak po'stloq degan javob chiqib barg deyapti B variantda. Demak, buni chiqarib tashlaymiz. Endi C va D variant qoldi. Ikkalasining farqi D qismida. Xo'p, D bu oq akatsiyaning tikani. Bu yon barg o'zgarishdan hosil bo'lgan. Shunday ekan, unga 2 bo'lishi kerak. Ya'ni barg o'zgarishi. Demak, to'g'ri javob C. Ikkinchi savolga o'tamiz. X va Y disaxaridlarning hosil bo'lish sxemasi ko'rsatilgan ekan. Demak, quyidagi gaplarni qaysi biri to'g'ri emas deyapti. Xo'p, X va Y tuzilishida glikozid bog'lar mavjud deyapti. Bu to'g'ri fikr. Chunki bu yerda ikkita disaxarid sintezi ko'rsatilgan. Disaxaridlardagi monosaxaridlar o'zaro glikozid bog' bilan bog'lanadi. X va Y gidrolizlanmagan holda hujayra membranasidan o'ta olmaydi. Mana shu fikr noto'g'ri hisoblanadi. Ular gidrolizlanmasdan ham o'ta oladi disaxaridlar. Xo'p, B ni qabul qilamiz. Xo'p, C variantda X va Y suvsizlanish natijasida hosil bo'ladi. Bu to'g'ri fikr, chunki ikkalasi birikkanida suv chiqyapti, ya'ni suvsizlanish reaksiyasi sodir bo'lyapti. Shuning uchun C ni ham qabul qilmaymiz, lekin to'g'ri fikr. 1 va 2 bu monosaxaridlar deyapti, bu ham to'g'ri. Uchinchi savol, faqat og'ir azot izotopi, ya'ni 15 azot izotopi bilan DNK ga ega bakteriya oddiy azot bilan bo'lgan muhitda, 14 li muhitda, demak 3 avlod davomida ko'paytirildi. Har bir avlodda og'ir izotopni o'z ichiga olgan DNK molekulasining foizi qanday bo'ladi? Xo'p, demak, keling shu yerda og'ir azotni qizil chiziq bilan belgilab olaylik. Mana shu og'ir azot zanjiri. Endi bundan DNK sintezi amalga oshadigan bo'lsa, xo'p, yangi zanjir hosil bo'ladi. Yangi zanjirimizda, demak, 14 izotopni qora bilan chizaman. Endi ikkita DNK hosil bo'ladi. Bu ikkita DNKmizda, xo'p, bittadan yangi zanjir, bittadan eski zanjir bo'ladi. Bu birinchi avlod. Ana endi xuddi shu holat ikkinchi avlodda kuzatilsa, demak, har bir DNKmiz ikki hissadan bo'linadigan bo'lsa, mana bu DNKni, demak, qizil zanjiri yana xuddi shunaqa zanjirni hosil qiladi. Qora zanjir esa ikkita qora zanjirni hosil qiladi. Mana bu ko'rinishda chizamiz. Ikkinchisini esa bitta zanjirni chizamiz, ikkinchisini qizil rangda chizib qo'yamiz. Bu ikkinchi DNK ham xuddi shunaqa DNKni hosil qiladi. Ya'ni bitta qora va bitta qora hamda bitta qizil zanjirchani. Xo'p, keyingi bosqichda esa bu hozir birinchi avlod, ikkinchi avlod, uchinchi avlodda DNKlarimiz yana 2 hissa oshadi va 8 ta DNK hosil bo'ladi. 8 ta DNKni ikkita holati, ya'ni mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bir zanjirda 15, bir zanjirda 14 ushlagan bo'ladi. Endi aytayaptiki, har bir avlodda og'ir izotopni o'z ichiga olgan DNK molekulasining foizi qanday bo'ladi deyapti. Xo'p, dastlab birinchi avloddan keyin hosil bo'lgan hamma ikkala DNKmiz ham og'ir azotni o'z ichiga olgan, chunki ikkalasida ham qizil zanjir mavjud. Shuning uchun 100% bo'ladi. Bizdan 15 azot izotopli nukleotid foizi emas, balki 15 azot saqlaydigan DNK molekulalarini foizini so'rayapti. Shuning uchun mana bu molekulamiz 15-14 bo'lsa ham, bu 15 saqlaydi. Shuning uchun ikkalasini ham qabul qilamiz. Shuning uchun 100% bo'ladi. Ikkinchi avlodda ikkita 14-15 va ikkita 14-14 nuklein kislota bor. Bularni ikkitasini shu 15 saqlaganligi uchun 50% deb belgilaymiz. Va uchinchisida shu ikki hissa kamayadi, ya'ni 25 bo'lib davom etadi. Bizda C javob to'g'ri bo'ladi. 4-savolga o'tamiz. Tog'li o'simlikning chang donida 90 ta diploid to'plamli hujayra gamet hosil qilishda ishtirok etadi. Agar o'simlikda 216 ta urug'i hosil bo'lgan bo'lsa,
hosil bo'lgan spermiylarning necha foizi markaziy hujayrani urug'lantirishda qatnashgan? Demak, 90 ta diploid hujayradan bitta hujayradan 8 ta spermiy, 90 tasidan esa 720 ta spermiy hosil bo'ladi va bu jami spermiylarning 100% ni tashkil qiladi. Hop, 216 ta urug' hosil bo'lgan bo'lsa, 216 ta markaziy hujayra bo'lgan va uni xuddi shuncha spermiy urug'lantirgan. Shuning uchun 216 ni x deymiz. Bu yo'g'ini foizda topishimiz kerak. Shunda bu 30% bo'ladi. Demak, to'g'ri javob B. 5-savol. Qaysi modda kislema devorini suv o'tmaydigan qiladi, deyapti. Bu sellyuloza emas, kollagen ham emas, suberin ham emas. Bu yerda kislemadagi suv o'tkazmaslikni ta'minlaydigan modda bu lignin oqsili, murakkab polisaxarid va bu endodermis hujayralari oldida yig'ilib, Kaspar chiziqlarini ham hosil qilishda qatnashadi. Shu qisqasi, mexanik mustahkamlik yuqori bo'lgan hujayralarda lignin ko'proq to'planadi. 6-savolda Yaroslavl Moskva zotlari uchun umumiy bo'lgan ma'lumotlarni belgilang, deyapti. Hop, Yaroslavl bu ot zoti, Moskva zotlari esa hop bu g'oz. Shunda sut emizuvchi va qush uchun umumiy bo'lgan ma'lumotlarni topishimiz kerak. Nafas olishda havo xaltachalari ishtirok etadi. Bir umumiy emas, B va C javoblar chiqib ketadi. Diafragmaga egaligi, diafragmaga qushlar ega emas, shuning uchun ikkini ham chiqarib tashlasak, bizda A javob qoladi. 7-savol. Odamlardagi ichki sekretsiya bezlaridan ishlab chiqariladigan biologik faol moddalar va ularga xos xususiyatlarni juftlab ko'rsating, deyapti. Demak, birinchi fikrda aytilyaptiki, paratgormon bu, demak, qalqon orqa bezidan ishlab chiqariladi. Uni vazifasi kalsiy fosfor almashinuvini boshqarish va yana bu yerda hop jinsiy bez funksiyasini pasaytirishni ham amalga oshiradi. D yoki F bo'lishi mumkin. Birinchi fikrda B deyilgan, pigment almashinuvida unga aloqasi yo'q. Hamda epifiz ishlab chiqaradi deyilgan mana bu yerda, bu ham chiqib ketadi. Endi 2 ga qaraydigan bo'lsak, estrogen. Estrogen ayollarda demak jinsiy bez faoliyatlarini oshiradi. Demak, E bo'lishi kerak. Hop, lekin bu yerda F deyapti. Kalsiy fosfor almashinuvini faollashtiradi deyapti. Demak, D javob chiqib ketsa, bizda to'g'ri javob B qoladi. 8-savol. Birinchi va ikkinchi raqamdan ko'rsatilgan murtak varaqlardan hosil bo'lgan organlarni aniqlang. 1 ektoderma, 2 mezoderma ekan. Demak, ektodermadan bu yerdagilardan tirnoq, sezgi organlari hosil bo'ladi. A va B bo'lishi kerak. O'z-o'zidan mana bu javoblar chiqib ketadi. To'g'ri javob A qoladi. Qon, limfa, muskul to'qimasi esa bular hammasi biriktiruvchi to'qima va muskul to'qimasiga kiradi va bular hammasi mezoderma, ya'ni mana bu qatlamdan hosil bo'ladi. 9-savol. O'simliklar oilalari bilan to'g'ri juftlangan javobni aniqlang. Demak, oshqovoq, qovoqdoshlar oilasiga kiradi. A ga 1 bo'lishi kerak. Ana endi mana bu yerda 1 berilgan. A, B, E 5 ga mos deyilgan. 5-oila bu sho'rodoshlar. Oshqovoq sho'rodoshlarga kirmaydi. B javob chiqib ketdi. Bu yerda ham A ga 1, mana bu yerda A ga 6 deyapti. Piyozdoshlarga kiritgan, demak noto'g'ri. Bizda A va C javoblar qoldi va bu ikkalasi mana bu D va E bilan farq qiladi. Aniqrog'i, mana bu yerda C 5 ga moslangan, buni C esa 2 ga moslangan. C soya burchoqdoshlar oilasiga kiradi, ya'ni 2 bo'lishi kerak. C ga 2 bo'lgan javob bu C javob hisoblanadi. Demak, to'g'ri javob C. 10-savol. Hujayralarda ro'y beradigan ba'zi jarayonlar, demak, ko'rsatilgan. Qaysilarida ATF energiyasidan foydalaniladi? Qachonki konsentratsiyaga teskari yo'nalishda bo'lsa, bu ATF energiyasi ta'sirida amalga oshiriladi. Misol uchun suvni endositoz qilish. Bu hujayra tomonidan boshqarib turiladi. Ya'ni muhitdagi osmotik bosimga qarab turib, hujayra ichi normada ushlab turish uchun ATF energiyasi ta'sirida suvni kiritadi. Majburan kiritish mumkin. Fermentlarni ektositoz orqali hujayradan chiqarilishi. Bu ham sekretsiya faoliyatida aktiv transport bilan tashilishi mumkin. Demak, 3 ta glyukozani qizilqon hujayralarida osonlashtirilgan diffuziya orqali kirishi yoki yengillashtirilgan ham deyiladi. Bu passiv diffuziyaga kiradi. Demak, buni 3-fikrni chiqarib tashlaydigan bo'lsak, bizda A, C va D javoblar chiqib ketadi. To'g'ri javob B qoladi. O'lik hujayralarni makrofag fagositoz qilishi, bu ham ATF ga bog'liq jarayon hisoblanadi.
11-chi savolga o'tamiz. Hujayradagi murakkab membrana tizimidan tashkil topgan deyapti. Bu endoplazmatik tür. Hop, murakkab bog'lamlarni hosil qiladi. Bu sitosklet. Hop, bir qavat membrana bilan o'ralgan. A ga 1 bo'lishi kerak. Agar B ga 1 degan bo'lsa chiqarib yuboramiz. D javob ketdi. Faqat evkaryotlar uchun xos. Ikkalasi ham evkaryotlar uchun xos. Demak, 3 barcha hujayralar uchun umumiy. Mana bu 3 ni istalgan javobdan chiqarib tashlaymiz, chunki ikkalasi ham hammasida ham yo'q. 4 moddalarni sintez qilish va tashish. Bu endoplazmatik teoriyaga xos. B dan 4 ni chiqarib tashlasak bizda A javob chiqib ketadi, C javob qoladi. 12-chi savol. Grafikda hujayra ichiga eritmani konsentratsiyasining o'zgarishi ko'rsatilgan. Demak, hujayra ichidagi konsentratsiya vaqt o'tishi bilan kamayib bormoqda. Va bu hujayra ichidan nimadirni chiqib ketayotganligini ko'rsatyapti. Masalan, bu yerda diffuziya bo'lishi mumkin hujayra ichkarisiga. Endostoz bu mos kelmaydi, sababi bu hujayra ichiga kirish hisoblanadi. Hujayra ichiga kirganda modda konsentratsiyasi oshishi kerak. Shuning uchun ikkinchi chiqarib tashlasak bizda A va D javoblar chiqib ketadi. Va ana endi ektostoz hujayradan tashqariga moddalarning chiqishi mos keladi. Va osmos ham demak vaqt bo'ylab mos kelishi mumkin. Demak bizda to'g'ri javob 1, 3, 4. Uchinchi savolga o'tamiz. Ikkita DNK molekulasida jami 1000 ta nukleotid mavjud. Birinchi DNK molekulasidagi nukleotidlarning 25% adenin nukleotidlaridan iborat. Demak, birinchi DNK molekulasidagi adeninlar 25% ekan. Hop, ikkinchi DNK molekulasida esa hop adeninlar aniqroq timinlar 20% ekan. Shunda adeninlar baribir 20% bo'ladi. Bu yerda timin 25%. Guanin, sitozillar shunda bularga 25% dan tushadi. Bunga esa 30% dan tushadi. Agar ikkala DNK molekulasi tarkibida guanin nukleotidlari yig'indisi 270 ga teng bo'lsa, birinchi DNKdagi vodorod bog'lar sonini aniqlang. Hop, birinchi DNKni X, ikkinchi DNKni Y deb belgilab olaylik. Shunda nukleotidlar sonini X qo'shilgan Y teng bo'ladi 1000 ga. Va ana endi guaninlarning yig'indisi 0,25 X qo'shilgan 0,3 Y bo'ladi. 0,25 X qo'shilgan 0,25 Y teng 270 ga. Bu yerda 1000 edi. Hop, ana endi sistemani ishlashda tepani 0,25 ga ko'paytirib yuboramiz. Shunda 0,25 X qo'shilgan 0,25 Y teng 250 ga. Hop, yuqorini pastdan ayirib tashlaydigan bo'lsak, bizda mana bu 0,3 Y bo'lishi kerak edi. Ayirib tashlaydigan bo'lsak 0,05 Y teng 20 ga bo'ladi. Shunda Y tenglik 400 ga, X tenglik 600 ga teng bo'ladi. Demak, birinchi DNKmizda 600 ta nukleotid mavjud, ikkinchi DNKmizda 400 ta nukleotid mavjud. Hop, ana endi birinchi DNKdagi vodorod bog'lar soni so'ralyapti. Demak, 25% dan har bir nukleotidga taqsimlansa 150 ta adenin, 150 ta guanin bor. Va 150 ta guanin 3 tadan vodorod bog' hosil qilsa 450 ta bo'ladi. Bu esa 300 ta bog' hosil qiladi va ikkalasining yig'indisi 750 bo'ladi. To'g'ri javob D. 14-chi savolga o'tamiz. Qizil qon hujayralaridagi xlorid almashinuvi ahamiyati qaysi bayonot to'g'ri tushuntiradi? Demak, qizil qon hujayralarida xlorid ionlarining almashinuvi bu HCO3 minus ionlarini chiqishi hisobidan xlor minus ionlarini kirishi sodir bo'ladi. Bu jarayonda demak, u eritrositga karbonat angidrid kirganda u demak, karbonat angidraza ta'sirida H2O bilan reaksiyaga kirishib, dastlab karbonat kislotani
va bu beqaror bo'lganligi uchun vodorod plus hamda HCO3 minus ionni hosil qiladi va bu xlor bilan almashinadi ion muvozanatini saqlab qolish uchun. Demak, bu yerda to'g'ri bo'lgani B javob hisoblanadi. Chunki xlor ioni aynan karbonat angidrid bilan muvozanatni ushlash uchun emas, balki HCO3 minus ioni chiqib ketayotganligi hisobidan ion balansini saqlash uchun demak qaytib kiryapti. Ya'ni bu yerda karbonat angidridga aloqasi yo'q, variant noto'g'ri. Xo'p, 15-savolga o'tamiz. Quyidagi rasmda sut emizuvchilarda uchraydigan tuzilmaning mikroskopik tasviri ko'rsatilgan. Xo'sh, bu yerda W qatlamda nimalarni ko'rish mumkin? Demak, bu naysimon organ, qon tomir bo'lishi mumkin. Xo'p, mana ichki tomonda kichkina tolachalarni ko'rishimiz mumkin. Bular kiprikli epiteliy va uni ostida silliq mushaklar joylashgan. Silliq mushak, elastik tolalar joylashgan bo'ladi. Demak, to'g'ri javob C. Demak, 16-savolga o'tamiz. Olimlar 3 guruh odamlarni o'pkasini qadaqsimon, ya'ni bokalsimon hujayralar zichligi va shilimshiq moddalar zichligini taqqoslashibdi. Demak, dastlab chekmaydiganlarda va chekadigan hamda o'pka kasali yo'q va chekuvchi o'pka kasali bor odamlarda o'lchashibdi. Demak, qadoqsimon hujayralar chekmaydigan normal odamda 19 hujayra millimetrda bo'ladi. Zichligi esa shilimshiq moddani zichligi esa 6. Chekuvchi odamlarda demak qadoqsimon hujayralarning zichligi kattaroq bo'lar ekan, shu hisobiga demak shilimshiq modda ham ko'proq hosil bo'ladi. Chekuvchi odamda esa lekin o'pkasida kasal bo'lsa, unda zichlik kamroq bo'ladi. Shilimshiq modda ham kamroq sintezlanadi. Demak, qadoqsimon hujayra zichligi shilimshiq modda zichligi o'rtasida ijobiy bog'liq deyapti. Ya'ni bu hujayrani soni ortsa, bu ham oshadi deyapti. Demak, tajriba davomida doim shunaqa holat kuzatilgan. Ikkinchi fikrda aytyapti, o'pka kasalligi qadoqsimon hujayralar zichligini oshiradi deyapti. Bu xato fikr, sababi o'pka kasalligi bor bo'lganda 37 ta, yo'q bo'lganda 54 ta chiqadi. Bu o'pka kasalligini naborot kamaytiradi. Ikkini chiqarib tashlasak, bizda o'zi C variant qolar ekan. 17-savolga o'tamiz. Quyidagi rasmda o'simlikning o'tkazuvchi bo'ylamlari ko'rsatilgan. Xo'p, demak, o'tkazuvchi bo'ylam haqida qaysi bayonotlar to'g'ri deyilgan? Rasmga to'xtaladigan bo'lsak, bu pastki tomonda xilema to'plami ko'rsatilgan, orada floema va yuqorida floema emas, mana bu yerda demak kambiy hujayralar joylashgan. Shunda birinchi fikrda aytilyapti, bu ildiz bir qismi hisoblanadi. Bu to'g'ri fikr, sababi yo'q, to'g'ri fikr emas. Ya'ni ildiz emas, bu poyaning tasviri. Sababi ildizni ko'ndalang kesmasida naytolali bo'ylamlar markazda bo'ladi, markaziy silindr ko'rinishda. Poyada esa demak eustella deylik, naytolali bo'ylamlar halqa hosil qilib joylashgan bo'ladi. Bu ildizda, bu poyada. Hozir bu bitta naytolali bo'ylamda bir tomonda ksilema, bir tomonda floema turibdi. Ildizda esa markazda ksilema, atrofda floema joylashgan bo'ladi. Hozir bu rasm poyaga ishora qilyapti. Demak, birini chiqarib yuboramiz. X hududda ba'zi hujayralar juda ko'p mitoxondriyaga ega. X hududni ko'rib oladigan bo'lsak, bu yerda demak kambiy hujayralari ham bor. Kambiy hujayralar to'xtovsiz bo'linib ko'payganligi hisobidan ularga juda ko'p energiya kerak va shuning uchun demak biz ikkinchi fikrni to'g'ri deb qabul qilamiz. Y hududda bir nechta xil hujayradan iborat, bir nechta hujayra turidan iborat deyapti. Bu ham to'g'ri fikr, sababi bu yerda o'tkazuvchi naylardan tashqari orada demak boshqa hujayralar ham mavjud. Bu yerda protoksilema bo'lishi mumkin. Shuning uchun uchinchi fikr ham to'g'ri. Demak, to'g'ri javob C. 18-savol. Elektron mikrosuratda tayoqchasimon bakteriyaning tasviri ko'rsatilgan. Agar bakteriyaning haqiqiy uzunligi 2 mikron,
kengligi esa diametri 0,5 mikron bo'lsa, bakteriyani sildirsimon shaklda deb hisoblasak, uni yuza hajm nisbati qancha bo'ladi? Birinchi navbatda silindrni yuzasini hisoblab topadigan bo'lsak, 2 ko'paytirilgan pi 3,4 ga teng, ko'paytirilgan radius bizda diametr 0,5 ga teng, shunda radius uning yarmiga teng bo'ladi, 0,25 ga teng. Uni ko'paytiramiz balandlikka. Balandlik bizda 2 mikron. 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, shunda bizda teng bo'ladi 3,14 ga. Hop, bu formulani birinchi qismi edi. Ikkinchi qismida 2πr kvadrat qo'yilgan. 2 ko'paytirilgan pi ko'paytirilgan radius 0,25 ni kvadrati. Bu teng bo'ladi. Hop, hisoblaydigan bo'lsak, 0,3925 va shu ikkalasini yig'indisi bizda yuzani berardi. Va bunga qo'shamiz 3,4 ni. 3 demak 5325. Bu yuza miqdori edi. Ana endi hajmni hisoblaymiz. Hajm demak pr kvadrat h bilan hisoblanar ekan. Pi ko'paytirilgan 0,25 ni kvadrati ko'paytirilgan balandlik, ya'ni 2. Hisoblaydigan bo'lsak, teng bo'ladi 0,3925 ga. Ana endi bularning nisbatini hisoblash uchun 3,5325 ni bo'lamiz 0,3925 ga. Bu nisbat 9 ga 1 chiqadi. Demak, bu yerda to'g'ri javob D. 19-savolga o'tamiz. Diagrammada 3 ta geksoza shakari ko'rsatilgan. Qaysi qatorda geksozalar to'g'ri ko'rsatilgan deyapti. Endi bu yerda disaxaridlar va polisaxaridlar berilgan. Ya'ni bularning monomeri rasmda 3 ta holatda ko'rsatilgan. Demak, birinchi rasmda bu alfa glyukoza hisoblanadi. Buni demak OH-larning ikkalasi ham bir tomonda ekanligidan bilsak bo'ladi. Ikkinchi rasmda esa beta glyukoza. Beta glyukoza bu sellyuloza tarkibida uchraydi va teskari tomonda turadi OH-lari. Uchinchi rasmda esa fruktoza ko'rsatilgan. Hop, shunda buni hosil qiladigan birikmasi bu saxaroza hisoblanadi. Demak, A'ga birinchi rasmni saxaroza deyapti, shuning uchun noto'g'ri. B'da ham xuddi shu holat. C'da ikkinchi rasmni saxaroza deyapti. D varianti to'g'ri ko'rsatilgan. Ya'ni uchinchisi saxaroza, ikkinchisi sellyuloza, birinchisi amilopektin. Hop, 20-savolga o'tamiz. Quyida keltirilgan o'simliklarning generativ organlarga tegishli javobni aniqlang. Bu yerda bir nechta o'simlik va 16 ta demak fikr berilgan. Bularning hammasini o'qib chiqishimiz shart emas. Bu yerda generativ organ deyilgan fikrlar orasidan vegetativlarni topib chiqarib yuborsak bo'ladi. Masalan, 8-fikr jingalaklari shakli o'zgargan barg deyapti. Shu 8 ni topib chiqarib tashlaydigan bo'lsak, mana bu yerdan C javob chiqib ketar ekan. Ana endi yana boshqa bir fikr ko'radigan bo'lsak, jingalaklari shakli o'zgargan nog'dama. Bu 12-fikr. Shu 12-fikr bu vegetativ organga xos, shuning uchun mana bu yerdan 12 ni chiqarib tashlaymiz va qarab chiqadigan bo'lsak, mana bu D variantida ham 12 mavjud. Shunda D chiqib ketadigan bo'lsa, bizda A javob qoladi. 21-savol. Nazariy jihatdan DNK molekulasining birinchi zanjirida demak bir nechta tripletlar berilgan. Shu tripletlarda 1 3 5 7 8 12 tripletlarida hamma nukleotid transversiyaga uchragandan so'ng hosil bo'lgan DNKdagi vodorod bog'lar soni o'zgarmadi. Shu DNK molekulasiga xos ma'lumot berilgan javobni aniqlang deyapti.
Demak, A varianti aytyapti, adenin qo'shilgan guanin taqsim urachil qo'shilgan sitozin 1 ga teng deyapti. Bu noto'g'ri fikr, sababi urachil DNKda bo'lmaydi. Hop, B variantda guanin qo'shilgan timin bu demak nukleotidlarning yarmi hisoblanadi. Chunki adenin teng timinga, guanin teng sitozinga. Adenin plus guanin bu nukleotidni yarmiga teng. Bu hamma DNK uchun mos tushadi. Bu mutatsiyaga uchragani uni ahamiyati yo'q. Demak, C variantda adenin qo'shilgan guanin demak timin sitozinga yig'indisiga nisbati guanin timinni sitozin adeninga yig'indisiga nisbatiga demak teng deyapti. Bu to'g'ri fikr. Sababi bu yerda guaninlar umumiy, timin bilan adenin farq qilyapti, lekin bular ham son jihatdan doim o'zaro teng bo'ladi va maxrajda ham xuddi shu narsa bo'lgan. Shuning uchun to'g'ri javob C. Lekin mana bu yerda guanin sitozin yig'indisi har doim ham demak timin adeninga teng bo'lavermaydi. Shuning uchun mana bunday javob chiqib ketadi. 22-savol. Maymunjon o'simlikda glukosacha bargning normal bo'lishi bargsimon shakl ustidan chala dominantlik qilib geterozigotalarda oraliq shakl yuzaga keladi. Bo'yanish shakli dominant holatda tukli, tuksiz bo'lishi esa ressessiv bo'lar ekan. Burishkanligi, silliqligi ustidan to'liq dominantlik qilib, belgini yuzaga chiqaruvchi genlar har xil autosomada joylashgan. Ushbu belgi bo'yicha tirik heterozigota genotipli o'simliklar chatishtirilganda 100 mingta o'simlikdan iborat populyatsiya hosil bo'ldi. Populyatsiyada A geni uchrash chastotasi 0,4, ya'ni 40%, B geniki 70%, C geniki esa 50% tashkil qiladi. Populyatsiyadagi glukosachasi oraliq shaklga ega bo'lgan, ya'ni oraliq bo'lish uchun katta kichikga bo'lish kerak. Poyasi tukli, katta B chiziqcha hamda kichik C silliq bo'lgan o'simliklar sonini hisoblangyapti. Endi biz katta A kichik A organizmlar sonini hisoblash uchun mana bu allel chastotasidan foydalanamiz. Demak, dominant B 0,4 bo'lsa, heterozigota 2pq degani, ya'ni 0,4 ko'paytirilgan 0,6 ko'paytirilgan 2. Bu bizga demak 0,48 ni beradi. Demak, B gen bo'yicha heterozigotalar sonini hisoblashimiz kerak. Ya'ni ressiv gomozigotalarni chiqarib tashlaymiz. Demak, katta B 0,7 bo'lsa, kichik B 0,3 bo'ladi. Kichik B'larning chastotasi 0,09, katta B'lar shunda 0,91 bo'ladi chastotasi. Kichik C'lar esa 0,25. Ana endi shu holatlar bitta organizmda kuzatilishi ehtimolligi ularni ko'paytmasiga teng. Demak, 0,48 ni ko'paytiramiz 0,91 ga, uni ko'paytiramiz 0,25 ga. Bu teng bo'ladi, demak 0,1091 ga. Endi shuni organizm soniga ko'paytiradigan bo'lsak, ya'ni 100 mingga teng bo'ladi, demak aniqroq 10 mingga. 1092 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob B. 23-savol. Uzunligi 102 nanometr bo'lgan DNK fragmentini birinchi zanjirdagi adenin nukleotitlari soni 80 tani tashkil qiladi. Demak, shuni chizib olaylik. Mana bu birinchi zanjir, bu ikkinchi zanjir. Adenin timin, timin adenin, guanin sitozin, sitozin guanin. Birinchi zanjirdagi adeninlar 80 ta, timindan ikkinchi zanjirda 80 ta. Birinchi zanjirdagi timin nukleotitlari shu zanjirdagi adenindan 20 taga ko'p, ya'ni 100 ta bo'lsa, demak berilgan ma'lumot asosida DNKdagi vodorod bog'lar sonini hisoblanyapti. DNK uzunligi 102 nanometr. 102 ni bo'laylik 0,34 ga. 300 ga teng. Bitta zanjirni bildiradi. 300 ta nukleotid mavjud. Shunda 180 tasi adenin timinga tegishli bo'lsa, qolgan 120 tasi guanin sitozinga tegishli. Va shunda 180 ta adenin timinda jami ikkitadan 360 ta vodorod bog' bo'ladi. 120 tasida ham 360 ta guanin sitozin orasida vodorod bog' bo'ladi va bularning jami soni 720 ga teng. To'g'ri javob A. Hop, 24-savol. Qaysi harflar ketma-ketligi yurak sikli bosqichlarini to'g'ri tartibini ko'rsatadi? Demak, bu yerda bo'lmacha devori qisqarishi, impuls qisqa muddatga kechikishi, qo'zg'alish atrioventrikulyar tugunga kirishi va qo'zg'alish to'lqini purkinje tolalaridan pastga o'tishi
qo'zg'alish sinotrial tugundan tarqalish va qo'rimchalar qisqarish deyapti. Demak, mana bu yerda odam yuragini tasvirlab oladigan bo'lsak, hop, demak, bizda sinotrial tugunimiz mana bu hududda taxminan joylashgan bo'ladi. SA tugun deb belgilab olamiz. Va keyingi tugunimiz bu atrioventrikulyar tugun. Demak, bo'lmachalar orasida biroz o'ngroqda va yuqoriroqda joylashgan. Bu AV tugun, ya'ni atrioventrikulyar tugun. Hop, dastlab sinotrial tugun impulsni hosil qiladi va bu impuls 3 ta yo'lak orqali atrioventrikulyar tugunda hamda mana bu qo'shimcha yo'lak orqali chap bo'lmachaga tarqaladi. Demak, dastlab bundan energiya impuls chiqqanda aynan shu o'ng qorinchani o'zi va chap qorincha bir vaqtda qisqarishi sodir bo'ladi. Va u AV tugunga yetib kelib, mana bu yerda GIS tutami joylashgan. GIS tutamida neyronlar zich va shuning uchun bu yerda impuls sekinlashib qoladi, qisqa muddatga kechikadi va undan keyin demak tolalarga o'tib ketadi. Hop, bu yoqda Purkinje tolachalarni hosil qiladi mayda-mayda va qorinchalar keyin qisqarishni boshlaydi. Impuls mana bu yoqqa yetib kelganda qorinchalar qisqaradi. Demak, shunda ketma-ketlikni boshlaydigan bo'lsak, dastlab demak sinotrial tugundan tarqaladi dastlab, undan keyin hop bo'lmachalar devori qisqaradi. Hop, undan keyin qo'zg'alish qisqa muddatga kechikishidan oldin birinchi atrioventrikulyar tugunga kiradi, keyin qisqa muddatga kechikadi va undan keyin hop W holat kuzatiladi, ya'ni Purkinje tolalari orqali pastga o'tadi mana bu yerga va oxirida esa qorinchalar qisqaradi va keyin shu reaksiyani qayta davom etadi. Demak, bu yerda ketma-ketlik qaysi variantda to'g'ri berilgan? Hop, A variantda V dan W ga o'tyapti. Demak, noto'g'ri. B holatda X dan U ga o'tyapti. Bu ham noto'g'ri. C variantda V dan U ga, U dan W ga, W dan va Y ga, Y dan X ga, X dan T ga. Demak, mana shu C javob to'g'ri. Ya'ni bu yerda alohida berilgan ekan. 25-savol. Qoramol zotlarda sutning yog' miqdori 200 polimer genga bog'liq. Genotipda digeterozigota holati bo'lsa, sut tarkibidagi yog' miqdori 500 gram. Monogeterozigota bo'lsa, sut tarkibida 500 gram yog' bo'lar ekan, 450 gram yog' bo'lar ekan. Yungning kaltaligi katta B uzunlikka nisbatan dominantlik qiladi, quloq suprasi kengligi torlikka nisbatan dominantlik qiladi va to'liq dominantlik qilib autosomada joylashgan. Chorvachilik xo'jaligida yuqoridagi genlar bo'yicha trigeterozigota genotipli quloq suprasi tor deyapti. Endi trigeterozigota katta A kichiga, katta A kichiga, katta B kichik B, kichik C quloq suprasi tor deyapti. Bular 1 1 2 2. Shu bilan chalishtirilgan. Demak, trigeterozigota quloq demak yung qavati uzun. Katta A kichiga, katta A kichiga, kichik B, katta C, kichik C organizmda chatishgan. 1 1 2 2. Endi F1 avlodning necha foizini yung qavati kalta, ya'ni katta B chiziqcha, quloq suprasi keng, katta C chiziqcha hamda 550 gram va 550 gram yog' bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerda 3 ta dominant A allel bo'lishi kerak. Hop, ana endi buni ishlashning osonroq yo'li bor. B geni bo'yicha katta B chiziqcha chiqish ehtimolligi heterozigota va ressessiv gomozigotalar chatishganda 1/2. Xuddi shunday C geni bo'yicha dominant fenotip yuzaga chiqishi heterozigota va ressessiv gomozigota chatishganda 1/2. Ana endi mana bu polimer gen bo'yicha 3 ta dominant A kelishi ehtimolligini hisoblashimiz kerak. Endi buni hisoblash uchun birinchi buni o'zini alohida jadvalcha qilib olishimiz kerak. Har bir ikkala organizm ham endi digeterozigota
dominant gen soni muhim. Demak, hosil berishi mumkin bo'lgan gametada ikkita katta bo'lishi mumkin, bitta katta bo'lishi mumkin yoki umuman katta bo'lmasligi mumkin. Ya'ni hammasi kichkina bo'lishi mumkin. Bu yoqda ham xuddi shunday ikkita kattalik gameta, bitta kattalik gameta yoki umuman hammasi kichkinalik gameta bo'lishi mumkin va bular avlodda hosil berishda to'qnashadi. Lekin bularning nisbati ham turlicha. Masalan, ikkita katta hosil bo'lishi uchun birinchi gendan ham dominant allel, ikkinchi gendan ham dominant allel o'tishi kerak. Bu bitta holatda bo'ladi. Lekin bitta katta chiqadigan holatda esa birinchisidan dominant o'tib, ikkinchisidan resiv kelishi kerak yoki birinchisidan resiv kelib, ikkinchisidan dominant kelishi kerak. Ya'ni ikkita holatda heterozigota bo'ladi. Ya'ni bitta dominant allel saqlaydi. Shuning uchun bundan ikkita yozamiz. Va kichiga chiqishi ham bitta holatda. Bu yoqda ham nisbat 1 2 1. Shunda 3 ta dominant allel mana bu holatlarda chiqadi. Ya'ni bu yerda ikkita holat, bu yerda ikkita holat, jami 4 ta holat. Bizda общий umumiy holatlar soni demak 4 16 ta. 16 tadan 4 tasida demak 3 ta dominant gen bo'ladi. Buni 4 dan 1 deb qisqartirishimiz mumkin. Hisoblaydigan bo'lsak, bizda 1 taqsim 16 yoki foizi 6,25% bo'ladi. To'g'ri javob A. 26-savol. Quyidagi rasmda mitozning turli bosqichlari raqam bilan ko'rsatilgan. Demak, ketma-ket joylashtirib chiqishimiz kerak. Xo'p, birinchi navbatda eng dastlabki bosqich bu profaza. Bu yerda xromosomalar tasodifiy joylashib ketgan bo'ladi. Bu yerda eng tasodifiy joylashgan raqam bilan belgilangan qism bu 3-chi hisoblanadi. Hali ingichka bo'lib, spirallashib ulgurmagan. Dastlab 3 bo'ladi. Undan keyin 1 bo'ladi, nisbatan qalinroq. Bu endi jarayon rivojlanayotganligini bildiradi. 1 dan keyin bizda ekvator tekisligida joylashish boshlanadi. 4-chi holat. 4-chi holatdan keyin xromosomalar asta-sekin tarqala boshlaydi. 5-chi holat. Undan keyin demak to'liq ajraladi mana bu tomonga. Hop, bu 2-chi holat bo'ladi. Demak 3 1 4 5 2 bo'lishi kerak. Bu C javobda ko'rsatilgan. 27-savol. Adenin nukleotidlari 280 tani tashkil etadigan DNK qo'sh zanjiridan I RNK sintezlandi. Translyatsiya paytida 200 ta T RNK ishtirok etib amino kislotani translyatsiya joyiga yetkazdi. Demak, DNKdagi vodorod bog'lar sonini hisoblashimiz kerak ekan. O'zi T RNKda 200 ta tashilish sodir bo'lgan degani bu 200 ta amino kislota bor degan. 200 ta amino kislotadan RNKga o'tish uchun 3 ga ko'paytiramiz, DNKga o'tish uchun 2 ga ko'paytiramiz. Shunda demak 1200 ta nukleotid DNKda chiqadi. Har bir zanjirda 600 tadan. Hop, adenin, timin, guanin, sitozin bo'ladi desak, adeninlar 280 ta, shunda guaninlar 320 ta bo'ladi. Vodorod bog'larini topish uchun endi adeninlar 2 hissa oshadi, 560, guaninlar esa 3 hissa, 960. Bularning yig'indisi demak 1400 bularning yig'indisi demak 1520 bo'ladi. To'g'ri javob B. Hop, keyingi savolga o'tamiz. 28-savol. 9-B sinfda jami o'quvchilar soni 30 ta. Demak, quyidagi jadvaldan foydalanib, ularning o'rtacha bo'y ko'rsatkichini aniqlang. Formula deyapti. M tenglik V ko'paytirilgan VP va taqsim N. Ana endi o'rtacha xususiyat, o'rtacha belgini hisoblash uchun biz uzunlikka, ya'ni misol uchun uzunlikni takrorlanish soniga, variantlar soniga ko'paytiramiz va uni bo'lamiz jami organizmga. N deb belgilaymiz. Shunda har bir holatni, misol uchun 150 ni 2 ga, 152 ni 2 ga, 155 ni 6 ga, 158 ni 6 ga, 160 ni 8 ga, 162 ni 4 ga, 165 ni 2 ga ko'paytirib 30 ga bo'lishimiz kerak. O'rtacha qiymat 158 chiqargan. Keyingi savolga o'tamiz. 29-savol.
Quyidagi rasmda yuqorida kattalashtiruvchi yorug'lik mikroskop tasviri ko'rsatilgan va bu yerda 3 ta hujayra ko'rsatilgan. 3 ta hujayradan hammasi limfositlarning turi hisoblanadi. Bu segment yadroli neytrofil hisoblanadi. Ya'ni yadrosining o'rtasidan bukilgan. Ikkinchi hujayramiz yirik hujayra. Bu makrofag. Makrofagning bir turi bo'lgan monotsitdan bo'lishi mumkin. Demak, 3-chi raqam bilan demak limfosit ko'rsatilgan. Demak, to'g'ri javob bu C variantda berilgan. 30-savol. Demak, qizil ko'z baliq orqa suzgichlari qirqilgan holatda bo'lish, tekis bo'lish ustidan dominantlik qiladi. Dengiz ekosistemasining ma'lum qismida 2000 ta qizil ko'z baliq bo'lib, ularning 640 tasi heterozigota. Demak, heterozigotalar 640 ta, jami organizm 2000 ta. Agar foiz chiqaradigan bo'lsak, 32% bo'ladi. Hop, dominant genga ega bo'lsa, demak populyatsiyada A geni uchrash chastotasi ni toping deyapti. Xo'p, ana endi formula bizda 2pq. 2pq lar 0.2 ga teng. Agar mana bu 2 bilan qisqartirib yuboradigan bo'lsak, p ko'paytirilgan q teng bo'ladi 0.16 ga. Va bizda p plus q teng 1 ga. Ana endi o'ylab ko'radigan bo'lsak, yig'indisi 1 ga teng, ko'paytmasi 0.16 ga teng bo'lgan sonlar bular 0.8 va 0.2. Demak, bu yerda variantlar orasida 20% degan variant bor. Demak, to'g'ri javob B.